Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jaloliddin Suyuti rahmetullahi aleyhiniki Halifler Tarihi namlı kitabında biz Abbasilarning 28. halifasi El-Muftazhir Billah degan halifeniki hayoti bilan tanishib chiqayotgan. Shundaqla mushu odamniki davrda yuz bergan eng muhim va nozik masalalarga to'xtalib 492-yil bo'lgan vaqtida Malikshahninki o'g'li Muhammad ibn Malikshah oksi Sultan Barkyaruqqa qarshi chiqdi. Bular hamda Turkan Xatun bilan ko'p urushib, oxirida Barkyaruq sultan bo'lgan Saljuqiylarniki. Yani buningga yana bir inisi Muhammad ibn Malikshah qarshi chiqyapti. Shunda qilib bu g'alaba qildi yana. G'alaba qilib xalifa buningga o'tugat nomlarni berdi. Buningga masalan turli to'n sarpaylarni berdi, sultan deb e'tirof qildi degan gap. Uni G'iyosiddin va G'iyosiddin va din degan nomni berdi. Din dunyoni qutqazuvchi degan bo'ladi. Bag'dodda buning nomida xutba o'qildi. Ondan bu ikkisining orasida nurg'un voqealar yuz berdi yana. 492-yil bo'lgan vaqtida Mushaf Osmani Tabariya viloyatidan Damishqqa o'tkazib kelindi. Bu Mushaf Osmani degan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning buyuk sahobisi Osmon roziyallohu anhu o'zi bosh bo'lib yozgan shu davrdagi Qur'oni Karim. Buni Damishqqa o'tkazib keldi. Ansirab. Shu yerda nurg'un ixtilofli bo'lgandan keyin shu yerda yana bir qor qo'l tegib qolmasin buningda. Xalqlar bu Qur'oni Karimni kutib olish uchun, qarshilish uchun oldiga chiqdi. Buni jamiyadagi kichik bir maqsura, ya'ni bir qaznaq uyda bir ombada solab qo'ydi. Yana shu yerga sep qo'ydi ombaqachilar. Hijriyat 90, ya'ni Mushaf Osmani hozir qadar biz o'qiyotgan Qur'oni Karimniki shu rasm shakli Osmon roziyallohu anhu qoldirib ketgan xat shakli, rasm shakli. Hijriyat 494-yil bo'lgan vaqtida Iroqda botiniylarniki turli qalayimqonchilik ishlari kundan kunga ko'paydi. Odamlarni ko'p o'ltirdi. Ularning balosi ig'irlashdi. Hatto amirlar kiyimining ostiga qalqon kiyimlarni kiyib oladi. Savut kiyimlarni. Amirlardimi nurg'un odamlarni o'ltirgan edi. Yoki amirlar ularda nurg'unlarni o'ltirgan edi. Ular o'tgan kishilarning qatorida Bahr nomli kitobningki avtori buyuk alloma Ro'yani edi. Bu Ro'yani o'z davridagi shu Shafiy mazhabining eng buyuk katta ulamolardan sanaladi. Nurg'un kitoblarniki avtori Abdulvahid ibn Ismoil Ro'yani degan nom bilan mashhur buyuk alloma. Hijriyat 494-yil bo'lgan vaqtida Faranglar Sarroj, Hayfa, Arsuf, Qaysariya qatorliq shaharlarni ilib oldi. Bu shaharlar asosan shu Sham diyorlaridagi zaminlar. Lekin hozirgi Sarroj Turkiyada, bu Suriyadan 1923-yili Lozan kelishimidan keyin nimaga qaytib ketgan Turkiyaga. Demak, Suriyaniki shimol rayoniga to'g'ri keldi. Hayfa hozirgi Falastinda. Amma Hayfa, Qaysariya degan o'rinlar hozirgi Falastin zaminida. Buni Isroiliya egallab olgan zamin. Hozir Isroiliyaniki kontrolidagi muhim shaharlarniki biri. Hijriyat 495-yil bo'lgan vaqtida Misr hokimi Musta'li o'ldi. Uning keyinidan o'g'li Al-Amir bi ahkamillah Mansur ismli bu podshoh bo'ldi. Bu shu vaqtida 5 yoshli buvoq. Hijriyat 496-yil bo'lgan vaqtida sultonga ig'ir fitnalar yuz berdi. Hatto xotiblar sultonga duo qilishni tashlab qo'ydi.
munbarlarda juma kunida. Faqat xalifa bilan duo qilishadi dedi. Demak, xalifa bilan mustazhir bilan yoki sultonniki oralig'ida xili ig'ir bitmasatli bo'lgan o'xshaydi. Hijriyat 497-yil bo'lgan vaqtida Sultan Muhammad ibn Malikshah bilan aksi Sultan Berkyaruq ibn Malikshah orasida kelishim, yarashish yuz berdi. Buning sababi o ikkisining orasida nurg'un urushlar uzundan beri davom etib, qalayimqonchilik davlatni besib, xalqning mol dunyolari bo'linib ketadigan, qonlar to'kilgan, shaharlar xaroblashgan, saltanat her adamning bir tamasi nishoniga aylanib qolgan. Padişahlar bir şevketlik, burun şevketlik halatını yoktu. Ular nayet xorlangan. Bu yani şehir aymaklarının valilerin demekçi. Onların arsını akıl danışmenler yaraştırıp, kiliştirip koydu. Şu aralıkta hüccet, ahdiname, kilişimler yazıldı. Xalife saltanat tonunu Berkyaruqqa avatdi. Berkyaruqqa qaytadan Bag'dodda xutbalar o'qildi. Mana Seljuqiy davlatininki buyuk Seljuqiy Turk imperiyasi mush davrlarda xaroblanishga boshlagan. Bo'lapmi Sultan Malikshah o'lgandan keyin bir tarafdan Turkan Xatun, uni Turkan Xatunning bolasi Mahmud, Turkan Xatun vafot bo'lgandan keyin Muhammad ibn Malikshah, Berkyaruq shular orasida urush uzun mezgil davom etib, Seljuqlarningki kuchi ajoyib halsirgan. Hatto buning O'rta Osiyodagi kuchimi halsirab Xavarizmlar egallab ketgan. Turkiyaniki Konya tarafdagi Seljuqlarmi o'zini Rim Seljuqlari deb ayrim bo'lib olgan bo'lar. Hijriyat 498-yil bo'lgan vaqtida Sultan Berkyaruq o'lib ketib, amirlar o o'lib ketgandan keyin Berkyaruqning o'g'li Jalolud davli Malikshahni podshoh qilib, sultan qilib bekitdi dedi. Xalifa buningga to'n sarpoy in'om etdi. Bag'dodda buning nomida xutba o'qildi. O shu vaqtida 5 yoshga kirmagan. Tog'asi Muhammad qarshi chiqdi. Berkyaruqla yarashqani shu. Oxiri bütün şu vaqtdagi emirlarniki so'zi, ya'ni ittifoq Sultan Muhammadga bekib ittifoqlik hosil bo'ldi. Xalifa buningga in'om etdi. Mana bu Asbahonga qo'shuni ko'p, hayvatlik, qudratlik sultan bo'lib qaytdi. Çünkü Asbahan bu Seljuqlarningki büyük poytaxti bo'lgan. Hijriyat 498-yili bo'lgan vaqtida Bag'dodda ig'ir darajada yuqumliq bir vabo tarqadi. Yani bu teri vabosi. Bunun sebebinden sanab bo'g'ilib bo'lmag'idek nurg'un kichik bolalar o'lib ketdi. Bu teri kesildiğin keyin ig'ir vabo arqadan kelishga boshladi. Hijriyat 499-yil bo'lgan vaqtida Nahavand atrofida bir odam paydo bo'lib, o'zini payg'ambar deb da'vo qildi. Nurg'un nodon xalq buningga ergashdi. Buni oxiri tutib akilib o'ldirildi. Nahavand bu Iroqda. Hijriyat 500-yil bo'lgan vaqtida Fasık batiniler egallab olgan Asbahan qal'asi Sultan Muhammed'nin qo'liga o'tdi. Bu qal'a buzib tashlanib, uning ichidagi batiniler o'ltirib tashlandi. Ularning rahbarining terisini so'yib, ichiga saman tiqib jazoladi. Mana buni Sultan Muhammed uzun muddat muhosirga olgandan keyin qilgan qilmish edi. Allohga hamdlar bo'lsin. Demak Sultan Muhammed'ning Şia batinilarga nisbatan, Rafizilarga nisbatan ilib borgan muhim kurashlari bu.
Demek Xurasan ilini, İran ilini şu devirde Rafizilarning qıltaqlardan, türlük suiqaslardan qutuldurup qalgan Sünniylarning qalasi bo'lgan deyishki bo'ldi Saljuqlarni. Hijriye 501 yılı bo'lganda Sultan Muhammed Bağdat'ta bac işlerini emelden kaldı. Bu adamın nurgun dualı yığıp gitti. Adalet ve bu adamın iş izleri kündün günüge yaxşı bulup gitti. Adaleti açtı dedi. Hicriye 502 yılı bo'lgan vaqtida Batiniler qaytadan qo'zg'alib, ular Shayzar degan shaharga besib kirdi. Aholisini aytdi, g'aflatlik vaqtida. Ular bu shaharni egallab, qal'ani egallab oldi, qo'rg'onni. Ishqli saroy darvozalarini taqib oldi. Chunki bu shaharning egisi ko'ngli tushib ketgan, shikarg'a ketgan bo'lishi mumkin. O qaytadan qaytib kelib, ularni darhol yo'qotdi. Mana mushu urush mezgillarida mana Bahr nomli kitobning avtori Ro'yani o'ldirilgan. Boshda o'tdi-ku, Batinilar Bag'dodda o'ldirgan. Bu Shayzar qalasi nihoyatda bak muhim. Tarixna uzun bo'lgan muhim qala, hozirgi Suriyaniki Hama degan viloyatiga shaharga to'g'ri keldi. Hozir qadar bu qal'ali bor mavjud. Hijriye 503 yıl bo'lgan vaqtida paranglar uzun mezgil muhasirdan keyin Tarablus shaharini tatib oldi. Tarablus shahri hozirgi Livanda. Demak, shu vaqtdan tortib paranglar egallab olgandan beri hozir qadar Livanda xristianlarniki ta'sir kuchini ajoyib zo'r. Hozir qadar Xristiyanlar egellagan davlatning eng muhim yerlari. Hatto Zontonmi musulmonlardan bo'lanmaydi bu yerda. Ahli saliblarning O'rta Sharqni, Sham zaminini besivlashda eng birinchi bosilgan yeri Livan. Livan Sharq va G'arbniki cho'ng darvozasi deb atalgan shunashqa. Bugungi darsimiz mushayichi bo'lg'ay. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.